Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Sadriddin bo'laman. Bugun sizlar bilan biz mana shuni ikkinchi qismini, qishloqning ikkinchi qismini olamiz. Qani ketdik, bo'lmasam like bosing, obuna bo'ling. Qani ketdik bo'lmasam. O'tgan qismlarda men mana bu yerda nima qilish kerak edi? O'tini, loyini olish kerak edi. Uni oldim va mana uni uylar qilib chiqdim. Mana uylar qilib chiqdim. Endi bu yerdan polis ekin, maktab, yana boshqa narsalar qurish kerak. Qani boshladik qurishni. Maktabni kattaroq qilish kerak. Juda katta emas, kattaroq qilish kerak. Katta bo'lib ketdi. Juda katta bo'lib ketdi. Shuncha taxminan shuncha yetadi. Mana shuncha yetadi. Bu yerdan esa shuncha yetadi. Mana shunchalar yetadi. Mana qurishda ham davom ettirish kerak. Mana shuncha bo'ladi. Uylarni juda katta qilib o'ryapman menimcha. Yer yetmay qolyapti. Ham ko'p uy qilyapman. Kam bo'lish kerak. Hammasini 3 blokdan qilsam menimcha yetsa kerak. Nima deysizlar? Yetsa kerak. Mana hozir tugaydi. Obuna bo'ling, like bosing. Böyle. Çok böyle. Sal. Yok. Yok. Koysak. Mana yaxshiroq bo'ldi. Uncha zo'r ham emas. U bo'ladi. Uncha zo'r ham emas. Bo'ladi. Ana u yerda galimlar qildim. Ikkita yetsa kerak, hozir ham qilaman. Hozir videoni to'xtatib turaman va bog'ni tozalab olaman qumlarni. Mana tugatib ham oldim. Endi bu yerda qilaman. Mana eshik. Mana bu yerda qo'ysak, böyle. Mana qo'yib ham oldik. Endi bu yerda pechka qo'ymoqchi bo'laman. Bu yerda kitoblar ko'rdim, shuni qo'yamiz.
yetsa kerak. Sal chiroyli bo'ldi. Böyle. Endi mana bu yerda to'polmayapman. Shu yerda bo'lish kerak. Yo'q-ku. Bo'lish kerak edi. Ha shu yerda bo'lish kerak edi. Lekin bu yerdan ko'rib ko'rsak, bu yerda ham yo'q. Mana shu joyda videoni to'xtatish kerak bo'lib qoldi. Mayli, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu videoning ham 3-qismi chiqadi.